Yozyovon limon sharbat. Mana biz bugun Yozyovon soybo'yi limon sharbatini olamiz. Mana bugun sizlarga ovqatlarimizni obzor qilib o'tamiz. Mana injig'idan mana osh, zakasli osh, bedanalari bilan mana tuxumlari, qazilari bilan bor ekan mana. Mashallah, mana Ibrohim akamiz buni tayyorladilar. Bosh oshpazimiz. Mana go'zal holatda mana. Ashingiz necha pul berdi mana shu? 250 ming mana bedanalari bilan qazi, qarta, go'sht, tuxum hamma yo'g'i bilan cho'tki holatda mana tayyor bo'lar ekan. Bu yerda lag'monlarimiz bor, chuchvalarimiz bor. Suyuqat, keyin qozonga bedana cho'g'laricha bor ekan mana. Mashallah mana. Qaynashni ko'ryapsizlar mana. Bedana sho'rvalar kelaverasizlar mana. Manzilimiz hop Yozyovon soybo'yi limon sharbat yonida. Mana oshlarimiz ham bo'lyapti mana. Mana bu yerda salatlarni mana qatiqqacha qo'yib qo'yishganda mana allohida bir kishilar qilib go'zal holatda. Mashallah. Kelaverasizlar mana. Bozorbop kanalidan kesalaringiz nomidan xudo xolasa bonuslar ham bor. Bonus beriladi. Mana bu yerda hozir somsalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Qani bu somsapamiz biza? Hozir sal turib keladilar shekilli. Hozir mana ichkaridan chiqyaptilar mana somsapamiz. Ustaka endi ichkarisini ochib ko'rsataveraylik. Narxlarni o'zlataverasiz. Kanal nomidan kelganlarga ozgina tikkarasi ham bor, bonuslari ham bor. Bo'ldi mana. Mashallah, somsalarimiz go'zal mana. Ana shu turgan eng katta somsalarimiz 35 ming so'mdan 30 ming so'm, 22 ming so'm. Keyin bitta kichkinalari bor. Telefonimizdan mana qaralashda ozgina olamiz. 20 ming so'm ekan 4 donasi. 20 ming so'm ekan. Xolos bexuzur. Mana bu yoqda chashliklar tayyor bo'lyapti. Tovuq kaboblarimiz ham tayyor bo'lyapti. Bemalol murojaat qilib kelaverasizlar. Kanal nomi bilan kelganlarga albatta bonuslarimiz bor. Onlayn hisob bo'lsin. Ichkarida sharbatlarimiz ham bor. Bexuzurlar.